Avvalambor assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana bugun biz Latviyaning Yo'rmala shahridagi Madaniy daraxtlar markazidamiz. Bu yerning asosiy vazifasi Germaniya hamda Norvegiyadan keltirilgan turli madaniy va tabiatga ko'rk bag'ishlovchi daraxtlarni shu yerda vaqtinchalik saqlab, boshqa talab bo'lgan joylarga yetkazib berish va ekib berishdan iborat hisoblanadi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek atrofimizda juda chiroyli, hamda bu yerda asosan bitta oila mana shu iqtisodiy biznes bilan shug'ullanishadi. Bu yerda faqatgina biznes yoki moliya taraflar bilan shug'ullana qolmay, balki bu yerda shu bolalar uchun, qariyalar uchun va boshqa turistlar uchun sayohat qiluvchi hamda eslik zavq bag'ishlovchi manzara ham yaratilgan. Bu yerda juda ko'plab manzarali daraxtlar bor ekan. Bular narxlari juda ham qimmat. Misol uchun mana shu daraxtni o'zi 6000 yevroga baholanar ekan. Biz hozir Latviyaning landshaftli dizayn bog'idamiz. Biz ayni vaqtda ekologik toza ko'prikning yasash jarayonidamiz. Biz hozir bu shoxlarning maxsus chiqishi uchun boylab chiqdik va pastki qismini keraksiz joyini kesib tashlab, ko'prikning pastki qismini boylab, ya'ni tayyorlashning boshlanish jarayonida boshladik. Kelajakda katta bir ko'prik bo'lib, ekologik toza manzarali ko'prik hosil bo'ladi.